Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan men Nurбек Boyman. Bugungi videomizda biz men yangi o'zimga qishloq quraman. Mana o'zim uyim. Chunki men bu yoqqa eng katta merman. Ochishim uchun mana bu ishga qaraydi. Mana bu ochildi. Mana uyimda shuncha narsa bor. Sandig'imda ham narsalarim bor. Juda ko'p narsalarim bor. Chunki men boyman. Mana shuncha narsam bor hozircha. Ikka va qishlog'imni ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Unday bo'lsa, boshladik. Mana bu yerda uy. Mana bunaqa uy bor. Bitta sandiq, eshik va ma'rifatdan chiqib, hamma narsa tomosha qilsa bo'ladi, arkadaşlar. Mana bu uy betondan qurilgan, oq beton. Xaritachini uyi. Bu yerda masalan xaritalarni chizadi. O'zimizda xaritalar sotib olamiz. Bu yerda esa zekslarning ma'rifatiga kirishlar va kompyuterxonada mazax o'ynaymiz. Kompyuterxona maniki. Xohlagancha o'ynayman. Yolg'on bo'lsa ham. Hali yolg'on bo'lsa ham juda maza. Salam mushukcha ochib tur. Mana bu yerdan ma'batga qo'ng'iroq qo'yganman, chiqish uchun ham qo'yganman. Rekelar uyiga kiradi. Va bu oddiygina katta bir hovuz. Bu yerda yana uy bor. Bu temirchining uyi, katta temirchi. Va bu yerda zo'r temirchi bor. Va bu yerda ishlayapti mana. Qaranglar, buni o'qib ko'ringlar. Temirlik qilich, olovli aspekt 1. Yon olovli deyilgan. Ya'ni men bir sotib oldim. Bitirib qo'yganlar edi, nima qilish? Oldi. Bu yerda yana bitta uy bor. Bu yerda esa promoyga magazin ham bor. Ha? Ha, nima bo'ladi? Ibi. Arkadaşlar bilin bıraktı. İbi. Tamam, öldürmez peki. Hatta güleğim zor. Tortusum abi takalım. Açamam. Bitişti uxlashni boshlabdi. Charchagandan. Yaxshi otibsanlarmi, o'g'rivatchalar? Sizlar. Obunachilarim ko'rib o'tiribdi sizlarni. Shoh deb savdogarlik qilayotganlarmi bo'lsanlar? Sizlar mana video tugasin, o'zimga gaplashib qo'yaman. Golem qansa? Sizlar narsalarni yaxshiroq sot. Bularni epik qo'limda bu. 10 dona temir. Ya shu 10 dona narsaga voyga ya shuncha narsani. Bosh kelib. Qaranglar. 10 dona loyga temir kiyimlar. O'zi aslida 25 ta 30 ta hisoblar yetib ortadi kiyimlarga. Yana nizrit qilishni 10 dona cho'pga. 8 tasini esa ana unga sotiladi. 8 tasiga kirka. 1 dona nimaga? Ana unga nonga 5 ta 10 ta oltin olma, 5 ta blok toshga esa enderman ko'zchalari. Keyin 1 dona loyga ana oltin tayoqcha, 1 dona loyga yana dragon portalining kerakli narsalari. Va bu yerda buni qaranglar. Daraxtga hammasi bilan hammasi.
Burada tavuk ham bor qayerdadir. Burada tavuk ham narsa beradi bizga. Mama bu yerda ana krip ya'ni jitil nima bu yerda chaqmoq o'tirgandim. Va u jodugarga aylanib qoldi. Menimcha bular ko'p zombilar. Lekin bu zombilar menga yoqmaydi. Xohlasangiz o'zlaringiz ko'rsatib beraman. Ana tuxumida. Bitta qilamiz, nima olamiz? Nima qilamiz? Ammo. Oqlarni qo'yamiz. Bitta bir xil narsa chiqadi. Her sefer her şey nasıl çıkarabiliyorsun? Bakın. Ne yapıyorsun? O zaman kaçak kulağında kaçak. Ben kulağımı boleh bawa siram juga ya, kan? Oke teman. Ada manja. Visto menuju saya. Kita masak.